1,5 yıl biznes ilimlerini aldık. Şu joyda tushunganimiz, katta yutuqqa yetgan odamlarningki ikkita muhim odati bor ekan. Birinchisi, har kuni ular sport bilan shug'ullanadi. Ikkinchisi, deyarli kuniga kitob o'qiydi. O'qiganlar orasida 4 ta millionerni uchratdim. Ana shular bir oyda 4 ta kitob o'qib tugatishar ekan. Ana shundan keyin men ham o'zimga odat qilib kitob o'qishni odat qilib oldim. Kecha 6-aprel kuni O'zbekistonda ustoz Saidmurod Davlatov hamda taniqli biznesmen Hasan Mamasaidov ikkalasi birgalikda o'tilgan bir kunlik biznes seminarda bo'ldik. Biznes seminarda ancha narsalar o'rgandik. Qaytib kelayotganda Bishkeklik do'stlarimiz bilan qaytdik. Shunda 1,5 yildan beri olgan ilmlarimiz bilan bo'lishib keldik va do'stimiz Odil aka mana bu Hasan Mamasaidovning bu kitob siz uchun emas degan kitobini menga yo'lda sovg'a qildi. Mana shundan olgan 1-2 yaxshi fikrlar bilan bo'lishim keldi. Hayot shaxmatga o'xshaydi. Katta narsalarni yutish uchun kichiklarida yutqazib turish kerak. Bugun joyimizda turish uchun ham yugurish kerak. Ya'ni biron bir kapitalimizni saqlab turish uchun yoki biznesimizni saqlab turish uchun yoki yig'gan pullarimizni saqlab turish uchun ham bugun harakatda bo'lishimiz kerak. Menga eng yaxshi yoqqan ibora bu Hasan Mamasaidovniki. Hayot zo'r murabbiy, faqat qimmat oladi degan iborasi juda yoqdi. Ishlata olsangiz tilla, ishlata olmasangiz tosh. Matematikada 1+1 2 bo'lsa, biznesda 1+1 11. Hamkorlik biznesda katta rol o'ynaydi. Ya'ni biz o'zimizga qachonki partnyor tanlaganimizda yaxshi partnyorni uchrata olsak, bizning ishimiz rivoj topadi. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Ya'ni biron bir hayotimizda ro'y bergan hodisalarda agar u o'zgarmaydigan bo'lsa, unga bizlar munosabatimizni, o'yimizni, fikrimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Va yana bir o'zimga yoqqan bir ibora, ideal tarzda boshlamay turgandan ko'ra idealsiz bo'lsa ham boshlagan afzal. Ya'ni hayotda ba'zi insonlar bor, perfeksionist bo'ladi. Hamma narsani 100% bo'lmaguncha uni amalga oshirmaydi. Bu insonlar hayotda juda qattiq qiynaladi, 30% oxirida ruhiy kasallikka uchraydi bu insonlar. Ya'ni biron bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz, uni 100% hammasini 100% bajarguncha vaqt o'tib sizning o'rningizga boshqa odam bajarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun boricha bilganingizcha boshlaysiz, asta sekinlik bilan to'ldirib ketasiz degan bu. Yana bitta gapi, barcha muammolaringizning bitta sababchisi bor. U ham bo'lsa siz o'zingizsiz. Ya'ni dunyo statistikasi bo'yicha biznesni boshqarayotgan kompaniyalarning 53% ana shu biznes egalariga taalluqli bo'lar ekan.